Assalomu alaykum. Bizni kanalimizni tasodifiy ko'rgan aka-ukalar, aziz obunachilar, xudo xolasa qo'ziladi. Ideallardan yetkigan, xudo xolasa bugun hafta kunimizga chorshanba 2026-yil, xudo xolasa 14-yanvar qo'ziladi. Ideallardan yetkigan ekan. O'sha Husan ukamizga, xudo xolasa akalar yarichkalarga ishqibozlariga, mana bunday bodam gulga ishqibozlariga, xudo xolasa yetib kelgan. Xo'p, mana ikki qo'zimiz bitta qo'ydon bolasi, xudo xolasa egiz, garantiyalik videoda syomkalarigacha chiqqan akalar, xudo xolasa garantiyasi bor. Qo'zlarcha juda inchik, xudo xolasa qo'ylarni zo'rlardan yetib kelgan. Akalar, xudo xolasa hop narx-navlari ham yengil bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rib tursalaring. Hop, bir qator ma'lumotlarni berib o'tamiz qo'zlarimizga. Xudo xolasa bir qator o'zlarining ham ahamiyatini berib, yoqqan bo'lsa kommentariylarga yaxshi izohlar qoldirib tursalaring. Akalar, xudo xolasa narxlari ham yengil bo'ladi. Husanbek hormang. Salomatmi Asror aka? Assalomu alaykum obunachilar aka. Xudo xolasa bugun qo'ylar zo'rlari keldi aka. Zo'rlardan yetib keldi. Zo'rlar yetib keldi. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib bittadan like bilan obunani bosib tursin aka. Xudo xolasa birma-bir ma'lumotini beramiz. Birma-bir ma'lumot beriladi. Beriladi xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa hop, qo'zlarimiz Husanbek qayerda qo'zlari? Qirg'iziston aka. Qirg'izistonda qo'zlari, xudo xolasa akalar, qo'ylarni ideallaridan olaman deb niyat qilgan obunachilarimizga xudo xolasa yetkazib beriladi akalar. Xo'p, bir egizchi, mana shu bittamiz yakkalik akalar, xudo xolasa. Ammo bitta qo'radan chiqqan uchalasi ham. Xo'p, o'zim zot qilaman, o'zim liniya chiqazaman degan hoji tog'alarimizga xudo xolasa yetib kelgan. Xo'p, yosh oyliklar akalar, bularni yosh oyliklari qanaqa Husanbek? 7 oylik aka. 7 oylik qo'zlar. 7 oylik qo'zi so'g'liqlar aka. 7 oylik qo'zi so'g'liqlar. Paxotkalariga, bir yurishtirishlariga, quloq joylashlariga, akalar, dumbar azrezlariga bir qator ahamiyat berasizlar. Mana jonivorlar. Juda ham tikka variantlaridan. Xo'p, Husanbek, bular 7 oylik qo'zilar. 7 oylik qo'zilar aka. Bo'ylari qanaqaga beramiz? 80 plus minus aka. 80 plus minusga olishaveradi. Xudo xolasa mana ikki 80 plus ekan. Xo'p, oq bulutimiz 80 dan jichcha minusroq ekan. Xudo xolasa 80 plus minusga olishaverasizlar akalar. Xo'p, Husanbek, bulardan narx-navosiga keladigan bo'lsak, bir joyga uchalasini narx aytasizmi, ikkita-ikkitasi narx aytasizmi? Ikkita aytamiz aka. Ikkita-ikkitasiga. Xo'p, egizakka necha pul narx aytasiz? Taqalgani 650 dollardan Samarqandgacha yetkazib beraman aka. 650 dollardan Samarqandgacha dastavkasi mutlaqo besplatni yetib boradi. Shunday aka. Xo'p, narigingiz-chi? Odam yo'liga aka 550 dollardan Samarqandgacha yetkazib beraman. Jicha juda ancha qo'ydi. Akalar, ana jonivorlarga bir ahamiyat beringlar. Bo'lsa, bodamgul 550 dollarga Samarqandgacha dastavkasi besplatni akalar, xudo xolasa. Yoqqan bo'lsa aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa, yana video syomkalari bor, tashlab berilaveradi. Xo'p, qo'ylarimiz juda ideal holatda, lekin olib zot qilaman degan aka-ukalarimizga juda bir go'zallarda yetib kelgan. Mana akalar. Jonivorlarga bir qator ahamiyat berasizlar. Xo'p, ikkinchi partiyalarimizni o'tiramiz Husanbek. Ikkinchi partiyalarimizni o'tamiz aka. Bo'ldi. Xo'p, akalar, xudo xolasa mana ikkinchi partiyamizga qo'ylarni ideal variantlaridan yetib kelgan ekan Husanbek ukamizga. Qo'chqorni qarab bir ahamiyat berasizlar qo'chqorga. Qo'chqorni paxotkalariga, quloq joylashlariga, mana qo'yimizda ham bir qator quloq joylashlariga, kalla oshlariga, garbonoslariga bir qator ahamiyatini berasizlar. Jonivorni qaranglar. Husanbek, qo'yimi qo'chqor ikkitishmi, to'rttishmi? Aka, qo'zi. Qo'chqor hali qo'zimi? 8 oylik qo'zi aka. Realni? Realni aka. Bir qator ushab ko'rsatingchi. Va jonivor. Mana akalar, dumbar azrezlarni ham qator ko'rsatib qo'ying. Mana akalar. Dumbar azrezlari ham ikki holda ekan mana. Jonivor, dump marlashmagan. Yon tomondan ko'rsatingchi qo'zini. Qo'zi dedingizmi buni? Ha, qo'zi. Ayiq polvon ekan, o jonivor. Quloqlari necha Husanbek? Bola 20 plus aka. Quloqlari 20 plus, kalla garbonoslariga bir qator ahamiyat berasizlar. Rostdan qo'zimi Husanbek bu? Mana aka. Jonivor. Hali qo'zichoq ekan akalar. To'shlariga ham marhamat berasizlar, xudo xolasa akalar. Bo'ylari necha Husanbek? Uni aka bo'yi 90 ga olsin aka. 90 ga olishaveradi. O'lchangan aka. O'lchangan 90 ga olasizlar, xudo xolasa. Xo'p, sovlilarimizni ham biqishidanchi bir qator ko'rsataylikchi. Mana jonivorlar. Husanbek, bularda sovliqlar yoshlarliklari qanaqa? 4-6 tash aka. 4-6 tash sovliqlarimiz, lekin sovliqlar ham ideal variantlar ekan. Akalar, xudo xolasa. Asli sovliqdan bir qator ushab ko'rsatingchi. Qaysi? Mana shuni.
Ha. Mana jonivor. Bu yerda ham bir gigantidan akalar. Quloq joylashlariga e'tibor berasizlar. Mana jonivor. Quloqlari 20. Xo'p, tishlarni bir qator ochib ko'rsatasiz. Mana aka. Tishi 4 tish akalar, xudo xolasa. Dumbar azrizlarni ham bir qator ko'rsataylik-da. Jonivor mana. Ko'rsatingchi. Mana akalar, dumbar azrizlari ham tikka holda. Umuman dumarlashmagan. Xo'p, Husanboy, qolganlarni bir qator chudangchi. Mana akalar. Mana jonivorga ham marhamat beringlar. Qo'chqor oma ishlashiga ham garantiyali ekan mana. So'z isboti bilan. Xo'p, mana shu qo'yib turgan sog'lig'imiz shu bugun qo'shilgandi. Pamoyim qochmagan shekilli, shuning orqasidan juda qo'yapti. Mana jonivor. Xo'p, qo'ylarga bir qator ahamiyatini berasizlar. Husanboy, hammasi bir joyga aytiladimi yo qo'chqor alohida aytiladimi? Sog'liqlar bir joyga aytiladi, qo'chqaralar aytiladi. Sog'liqlari bir joyga. Bo'ylari nechiga beramiz Husanboy sog'liqlarni? Bo'ylar 90 plus aka. 90 plus minus. Mana jonivorlar qaranglar, quloq joylashuvlarini. Bir qator chudangchi, mana shu qo'ylarni bir qator ko'rsataylikchi. Ay, gigantlari bor ekan akalar. Gigantlaridan. Mana. Xo'p, qo'chqarimizga narx qanaqa bo'ladi Husanboy? Narxini aka $850 yetkazib beramiz. $850 ga qo'chqorni taqalgan narxi, Ha, shunday. $850 ga qo'chqor taqalgan narx. Xo'p, sog'liqlarimizgachi? Sog'larimizga aka teng. Bir joyga. Hammasini olsin $850 dan aka. Qo'chqori ham ichida ketaveradi. Qo'chqari ham ichida $850 dan Ha, yetkazib beramiz aka Samarqandgacha. Samarqandga sapkasi besplatni bo'ladi. Realni narxi. Realni aka. Gap yo'q, mashallah akalar, xudo xolasa Husanboy ukamizga bittadan like tashlatib qo'sizlar, xudo xolasa qo'ylarga bir qator ahamiyat berasizlar akalar, xudo xolasa bu yerda bir o'zimizni mesini qo'y aralashgan qo'ylardan yo'q. Mana jonivorlar qaranglar, gigantligini. Mana dumbar azizlari dakansa, xudo xolasa quloqlari 20, 18 shunday. Xo'p, hammasini bir joyga olinglar. Xudo xolasa narxi ham yengil bo'ladi. Hammasini olsalaring, bir joyga olsalaring, ozmas o'tib ham beriladi. Xo'p, mas qo'y o'shancha tish katta shikili. Yoshi haligi sochlari oqarib qolganmi deyman. Bu yerda baquvvat narsa ekan bu. Tishini ko'rsatingchi, tishini. Qarimas qilib qo'y aka. Voy, jonivor 4 tish ekanmi? Ha, 4 tish aka. 4 tish ekan. Yuzi o'zi oq ekanda akalar buni. Mana. O'tda bir gigantdan ekan. Xudo xolasa akalar, videolarimiz xato kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Xato kamchiliklarga xudo xolasa. Xo'p, videolarimiz yoqib turgan bo'lsa, bittadan kommentariya yaxshi izohlar qoldirib tursalaring, like'lar bosib, obuna bo'lib kuzatinglar. Xudo xolasa, bundan-da zo'rlari hali oldinda chiroyli variantlarda yetkazib beriladi. Mana Husanboy ukamizdan bitta like bosib qo'ysizlar. Like bilan obuna bosib qo'ysin aka, xudo xolasa. Kanal rivoji uchun aka. Xudo xolasa.